Assalomu alaykum. Ilhom kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mol qo'y chorva shahozlari. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Samarqand viloyati Pazdarg'om, yana o'zimizda Kirfal mahallasidan sotiladigan ikki bosh akalar, yoshiga to'lmagan novvoschalarimiz bor. Bugun sanamiz 27-yanvar 2026-yil akalar. Ana Olmos akamizdan nasib bo'lsa ikki bosh akalar. Olmos yaxshimisan? Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz? O'zimiz charchamayapsizmi? Kayfiyatlar? Obunachilar hammasi zo'rmi? Kayfiyatlar a'lo. Zo'rmi, charchamayapsizmi? Bugun nasib necha bosh Olmos? Bugun nasib bo'lsa ikki bosh novvoschamiz bor, bir bosh xonojinimiz bor. Shularni sotmoqchimiz. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Tirikchilik Ilhom aka. Tirikchilik, ha? Tirikchilik, uni yolg'on gapirmayman. Shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, Tirikchilik. necha oylik manamiz? Birinchidagi. Bunisi 5 oylik, bunisi 6 oylik bo'ldi. Bu 5 oylik, bunisi 6 oylik bo'ldi. Ha. Akalar. Lekin shirvoz uydarlar, jigarlar mana. Qishtingina endi shuncha qo'ldan kelgancha shirboz qilgan dehqonlarga ham Mana rahmat. aka. Orqalarini ko'ryapsizlarmi jigarlar? Mana bunimiz 6 oylik deyilyapti. Bunisi 5 oylik. Bunimiz 5 oylik orqa lekin o'dar ekan nima bo'lsa ham. Yetalashga, bog'ishga uydarchaga ikkosi bir joyga olib qo'ysa akalar mana. Ana aka. Ikkita qora so'raganlar. Ikkalasi bir xil. Ana. Avvoschilar nima deyapti jigarlar? Hozir yetalaqan bitta. Akalar sizlarga bitta yetalaq ko'rsatak nasib bo'lsa. Bir joyga olaman deyotganlarga nasib bo'lsa uydarlardan jigarlar. Ana aka. Avvoschilarimiz jo'piga so'rayotganlar. Bay mana. Ana jigarlar. Bir joyga olaman deyotgan nasib bo'lsa kelishtirib beraman. 6 oylikqa 5 oylik jigarlar. Ikkosini bitta qilib ishlar, jebini kalta qil. Ana jigarlar. Ana so'raganlar. Olmos bularni necha pul qilib beramiz bir joyga? Bularni Nasib bo'lsa. 16 dan deymiz Ilhom aka, quyug'i 32 million so'm savdolari bor. 16 dan savdolari bor, ha? 16 dan savdolari bor. 16 dan savdolari bor ekan. 32 dedingmi jupiga? Jupiga 32 million so'm savdosi. O 17-18 kerak bo'lsa, Ana aka. 16 milliondan Savdolari bor jigarlar. menimcha. Ana aka, Olmos ukamiz aytayaptiki, jupiga 16 million so'mdan 32 million so'm jupiga savdosi bormi? Savdosi bor aka. Savdolari bor ekan. Oldini ko'tarib beryapti akalar, oldini mana. Zo'rin so'raganlarga shurbosi mana. Ikkalasi. Lekin gap yo'q. Olmos haqiqatan ham zo'r ekan. Mana. Qishtingina buncha shirbos qilish ham o'zi bo'lmayapti. Haqiqatan ham akalar gulidan olib kutaman Olmos ukamiz. Nasib bo'lsa jupiga 32 million so'm. 32 million so'm savdolari bor. Mana